Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Navbatdagi ishlarimizni tanishtirib o'taman. Bu joyga alyumin rom qo'ydik. 336 ga, balandligi 158, ikkita o'rtada ochilish qilib qo'yib berilgan bir qavat yo'dviy oyna podakonligi bilan bo'ldi. Bu tomonga kirish eshigi qo'yib berdik. 206 ga, balandligi 3 metr bo'lgan. Bu joyda oynasi 2 qavat bo'ldi. Oqqa yo'dviy stiklo paket. Ichlariga mana bunaqangi shotlankalar terdik. Profil G306 balkon o'rta profili 18 li shotlanka qo'yib berdik. Montajlarni qilib, hozir ishlar nihoyasiga yetdi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli hamda mustahkam bo'lib chiqqan. Iloji boricha ideal holatda qildik. Ruchkalarning ishlashlari juda yaxshi. Ochilib yopilishlari yengil. Zamoklarni ishlashi ham joyida. Bu chekkada yana bitta romimiz bor. 177 ga, balandligi 158, 3 ko'zli bo'lgan, o'rtadagisi ochiladi. Podakonligi 30 li podakonlik qo'yilgan. Ichki tomondan ham qisqacha ko'rsataman sizlarga. Sal qorong'i, lekin imkon boricha ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, mana shu holatda tayyorlandi. 2 qavat, 1 qavat yo'dviy oyna bilan podakonlikni o'rnatib berdi. Ochilishlari ham juda yaxshi. Ikkinchi romimizni ko'rsatamiz. Bu ham xuddi shu ko'rinishda. Ichkiga 35 li podakonlik, 1 qavat yo'dviy oyna qo'yildi. Oldin bu romlarni ham o'zimiz qo'yib o'rnatib ketganmiz. Hozir qurilish oxirlayapti. Oxirgi eshik romlarini ham o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, WhatsApp, Telegram orqali bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.